父债子还，夫债妻偿。出生在那个草原各部相互仇杀年代的铁木真，从父祖那里没有继承到牛马羊群和象征财富的奴隶部众，可是他却要承受和偿还父辈种下的冤仇。而那些讨回报偿的债主们，却同时也欠下了必须用血才能清算的仇恨。Neçe on adam yakıldı. Tekiş kılaylı. Olmasın eken. Arasında DSC'm bilen xotini. Yine Kongratlardan neçe on palvanları varken. Biz fakat kızını bulaydığa dursak başkasından inkar emez. Tohtuğu aksakal. Kız güçür atkalağı tıyışıksak. Kongratlar bilen tokunuşup kal emez. Kongratlar olsa bizim güçlü. Onların çıkı tekili bulmaydı. Bizden bulaydığı neçe Kongratlarını kızdırsa. Ondak demisine. Eğer onu Tümürçünün kuludun bulursa Nurgul kızını bulgan bulunuz. Hayır olsun aksakalının degin toğra. Çelgerifka, kız çıraylık mı iken? Çıraylık iken. Ondaq yaxşı. Bulap kelgenden keyin onu sana xotunluk kılarsam kandak. Qağatay, Tönörçünün peydi bol. Yeni avulgu düşken haman bana haber kıl. Hayır olsun. Müşəgi düşəli, Kongratlarının Tümürçün bilen hoşuşup gitişini səvir takat bilen saklaylı. Müşəgi düşəli! Sizi öldürgüye, okşuna kapsız. Kandak, sen kişi gittin mi? Yarım çaylık getirsiz, emsin kine baktım. Yıllarının biride, kıyırıp sen kişip gelsen, yana hazırlıkta kervesleri kilen. Kemelci, 9 yıl geçkindi sizinle oylap geldim. Şimdi anlatamsız? Ondak emez, yerime ilgirimin küçürgeli kelgen çabuk Türk olarak kilgim kelmedi. Turgun kıyıgı kelgen? Fakat isimden çıkmaydı. Öz vaxtıda Xotin'in küçük inimdek hem işlerini yipide yeni sırt sorup ketediler. Onu endi oldumda beslik bir işi gitme. Yani Tümürçünün mümkünlüğünü oylamadı mı? 9 yıl içinde biz sizge yardım kılmasıydık. Şunca riyasetlerini çekipdiler. Memişka kolumda yürüğü kilip bizim istemeyle, Bir yigit bu dunyoda yaşagan ekan, cho'qim irodi bilan yashashi kerak. Agar bir yigit o'z aqlining chekini bilsa, uni hech kim to'sib bo'lmaydi.
tilamchilardek u yer bu yerlarda temirib yursa, kishilarga sit ko'rinib qolmadi. O itini ash bo'ri yeb ketamiz, shunqarni bo'rin uchirtib ketamiz debdigan. Ko'k Tangrim oxir seni nomusiz qildi. Daryodan o'tgandan keyin yo'lda xali yaxshi. Endi qaytib berib, malcharular qarab bo'lmaydi. Mushakchi usib qo'yay. Dada. O'rta. Ko'nglimni yerim qilma. Opam bilib borgan tursa, endi mushkatgunimcha Mong'ollarning keyingi bo'lib ketsa, bundan keyin to'yning chimlarli bo'lib ketdi. Qo'lim bo'yirdan sharqida opam ikkimizning bog'lig'imizni unutib qolmagan yana, ha? Daysacan ikimizning sili qudimizga tutgan sog'imiz xonim qabul qilg'ayla. Bo'lgan joy ekan. Buncha qimmatli sovg'a munosib kelamanmi? Bu joy asli Mong'ol qavmining tavariga edi. Bu ambag'ay qolganning joysi-ku. Ha, ayni yillari ambag'ay qolgan tatarlar ham jo'jatlar bilan urush qilganda doim mushjo'ni kiyinibdi. O qazo qilib 3 yil bo'lganda sizlar qiyonlar 9 gaz egizlikda obida tikilgan edinglar. Unda bizning daysachani taklif qilib 9 kechkunda sarf qilib 99 qitamchi xat o'ydirgan edinglar. Shuning rahmat aytish yuzidan sizlar bu joyni daysachani sog' qilgan. Mana endi ikkisi qaytirib beray. Temirchin ambag'ay qavmi irodasiga varislik qilib, olamshinin ishlarni qilg'ay. Ashqallarni aydan beri sizlar ko'p onar qildik. Uzatmanglar bo'ldi. Bo'rda. Qaynapamning holidan o'tdan xabar olgan. Bo'rda. Nima bo'ldi? Temirchin, bu joyini dadangning qasamdishi Karaylarning oqsoqili To'g'rilxonga sovg'a qil. Bizning hozirda kuchimiz ojiz. Ota-bobolarimizning ishlarini gullantiramiz deyotganmiz. Ularning yordamidan ayrilmaymiz.
esil narsa ekan bu. Tangrim sizlarga baxt saodat ato qilay. Chaqagan bu. Mehmonlarni so'ringa boshla. Yasugayning ballarini obdan bir kutib olay. Ha? Keling, keling. Marhamat. To'g'rilxon. Sizlar dadamning qasamdishi. Bana at yo'lliq bo'ladilar. Shunga xotinim ko'rimlikni apamga tutqanda oldi bilan o'zimni o'yladim. Necha yildan beri hali ahvolimiz yaxshi bo'lmag'achqa seni yo'qlab kelolmadik. Biz akineler bu qimizni atamning o'rnida o'zligi tutib, sizlardan kechirim so'raymiz. Demirchiyin, obdan o'g'lim. Tangri guvoh. Necha yildan beri tag'onja qolgan bu ikkimiz sizlarni ko'p esladik. Lekin nerede o'tlab, nerede sulab yurganlarni uqqanmadik. Apamni tirishchan ayolgan. Ammo ota o'rnida sizlarga yordam qilolmadim. Tugab ketgan qadinas birodarim, dadamga yuz kelolmayman. To'g'ri ota, unutdim sizlar. Mana oldimga kelibsizlar. Mana endi u olamdagi qasamdishimga ko'nglimdagini qilib beraydigan bo'ldim. Sizlarni o'z bolalarimdek. Yo'q. Hatto o'z o'g'lim sendinmi bakrak qadrlayman. Xonatan shundoq degan. O sizlarga o'z vaqtida sizlarni tashlab ketgan qavmlarni yig'ib to'plab bermoqchi bo'lyapti. To'g'ri, ota-bobolarimning ishlarini gullantirishga biz ota-bolalar hammamiz cho'qim yordamlashamiz. To'g'ri ota. Sizlarning men qilgan katta shafaatlar uchun men otamning arshki ro'yi arvohi vakoldan tashakkur etaman. Nima bo'ldingiz? Ag'rib qolmagansiz? Baturlari 20 yil ilgari Yasugay Janab inim Tiladoning o'tini o'lini bulab ketgan. Hozir Yasugayning avlodlari cho'ng bo'ldi. So'z kelib, qonunimizni aqlaydigan payt keldi. Yasugayning avlodlaridan alayli. Aqllar. Demesin ağine, o minnet ederim. Tağırım insana iltifat ile akıl güçünle bugün hem bilen müşiye diyettiler. Makul ağine, ümmetimizge köp rahmet. Sen, nurgun atma, uyanlar kere ortada. Hanım, atla alnımızga basıp gel ortada. Hammalarning esida bo'lsin. Burxon tog' madad berib, bizga yorgunak bo'ladi. Darhol tosh o'nkirlarga kirib, yulg'unlarni dalda qilinglar. O'zaro qarab yiqinglar. Tushib qolganlar bormi? Senga bilan quloqchi yo'q-ku?
Yasugayning to'qili bilan kelinini tutib keldik. Nağat azap çekken royunla emdi emin tapqay. Aka, düşümün Yasugayning oğlunun qo'lini turkemedik. Meni kechirgaysizlar. Chilgarovka, men Uchjamat marketning oqsoqili bo'lish suhbatim bilan sana va'da qilamanki, kunlarning birida To'mirchinning kalasini nazarcharoq mehrobiga qo'yib, marhumlarning ro'yini amin topqizaman. Qut. Yasugayning to'qilini Tog'atay tog'onga to'qalliqqa, To'mirchinning xotinini Chilgar tog'onga xotinliqqa beraylik. Ma'qul. To'xtag'a oqsoqol. Men bo'ldim. Uni o'g'lim yo'q. Yasugay yangamni bulg'an emasmidi? Sen uning kelinini alsang, hech kimning haqqi qolmaydi emasmi? Men bir arzimas odam. Oltin urug'dikilarni xatolik loyiq bilmayman. Chilgar, sen markitlarning botirig'i. So'g'ir, jaralan yeyishga yaralgan yirtqich hayvonning. Oqqu, turunlarni yeyishga nima dedi? Qo'y u gapni. Yasugay qolgan deb atalmagan. To'mirchin bu sarsanliqda yurgan yerda xotini bo'rta qandoqsiga xotin bo'ladi. Xotin bo'lgan holatdimi? Biz markitlar so'g'ir, jaran yeyishga yaralganmi? Bu jigari yo'q nahva. Bugun sana oqqu turunlarni yigizmay qo'ymayman. Hey Chilgar, akangni müddeti huyur ekansan ha? Onu bag'ringga bosganda loyiq kelgan kelmaydig'ini anda bilasan. Chilgar tog'a, bepaya yayloqda kimning kuchi bo'lsa shu xon qolgan bo'ladi. Jahonni yolg'iz mo'g'ullarga so'ranmidi. Hozir biz qudrat topgan markitlar yayloqni so'rayotgan ekanmiz. Jahondagi eslik qiz xonimlarni biz markitlar to'qal xotin qilsa bo'lmamdi-ku. Anladingmi? Texi 20 yosh kirmagan jiyaningchilik vijdoning yo'q ekan. Shundoq bo'lsin. Yuringlar, to'y qo'raylik. Dada, o qeri xizmatlarini qanday qilamiz? O'ldirdinglar. Uni menga beringlar. Uni jaran so'g'ir o'rinda yigin kelib qopdi-da, ha? Çıkıp gidinlar. Hop. Çırağın heli cahil iken. Salih. Sal. Salih, kimeni sal. Sal devatı men. Salih. Hey. Salih. Kimeni Salih. Ötünüp qalay. Yasugayning yuzunda bo'lsin. Unda qilmisizlar. Nima? Shu Yasugayning elini ushurlar, shunda qilaman. Salih. Kimeni sal. Salih. Sal devatman. Sanmazsan? Hele vicdanı varken ha? Bana tokal boğumu yokken de bak ol. Gir Allah! Bu xotinni chiqib ket. Balog'atga yetgan markit erlari tirkishidan xotin qilib chiqsin. Hop! Meni qo'yib turma. Madina! Ötünüp qalay. Chiqib ket Allah. Hop, chiqinglar.
Nechiklar odam emas ekansizlar. Mo'g'ul oltin uruqidan bo'lgan oqsoqolni xotinini boshqa qandoq tekildinglar? Temirchin degan yayloq botiri. Nima qilsanglar sizlarni qiyinchilik qilaydi. Yo'qol. Yana qarab tursan, yo'qol. Yo'qol. Ko'zimda yo'qol. Eshikdaga qarab baqsizlar. Hech kim kirgich bo'lmasin. O xeyli yuvaşken, qo'rsoqligimda o'ltirdi xonim. Karimiz bo'lmasin. Biz bu yerda o'tiraylik, ha? O'ch havoda chaqmoqchi qilgandek, markitlarning tuyuqsiz talon-taroj qilishi Temirchinning mudobiyidan hujumga o'tishga, umr bo'yi to'xtamay urush qilishga da'vat qildi. Aman eson saqlab keldim. Bizga yana bir qatim mehr shafqat yog'dirgansan. Qisosimizni elib, barlig'imizni oqlab, markitlarning qo'lidan qarindoshlarimizni qutulib chiqishimizga madad bergansan. Atmo'la! Temirchin odamni ostirsa. Cho'p! Çadak yok. Qağatay yaman ekan. Yasugayning to'qili oqshom joyini qidirib ekan. Qağatay odam chiqarib, uni olib chiqib kel. Balog'atga yetgan markatlar bir kechada xotin qilib chiqsin debdi. Qo'rqib ketib ma'qul o'tdi. Qandoq? Sen shunda qilib baqamsiya. Yo'q, bu yerda undoq qilmadi. Bir to'p radarlarim bor. Uni sana avash keltirib beralaydi. Keltirib beray. Kelgan ishimiz yaqin. Albatta men boshlab beraman-da. O'zim indek keltiraman. Bundaq bo'lsa, avarib yurmaydi. Bo'pti. Ay, Chilgar, talada lag'aylab yurib, uni talmirtib qo'yma yana, ha?
Alakası yok oğlum. Dömercinin xotini qo'limizdikan. Qachon bo'lmasin o o'zini o'limga tutib berdi. Yürünglar, gidayli. Yürünglar, gidayli. Temircin, Adımolla pek az. Bunda karanlık bilen Börtelen qutuldurup çıkılıp olmaydı. Marketlerden ecinslik mağlup boğan Temircin mundaq bir qaidini düşendeki özü texi küçeyligen şarayitda çokum başkalarının yardımıga tayiniş gerek edi. Dal muşu qaida onun muvaffaqiyat qazanışıdaki en mühim önemli tedbir bo'lib qoldi. İlgiri merkitler 7 yaş çağımda Münalullah apamını bulap ketken. Bizgi yana Selenge deryası boyida gürüş aklatıp istişekinin kününü gözetken. Bu konu kısasını anmay durup hazır yana oğlum Temircin'le xuarlaptı. Endi uladın konu kısası bilen yeni hesapını bırakla alıma. Yayla tutup kadar ziyan salıdığan bu yavuz böğürlerini burun yoktu yetiş gerek idi. Bırak. Ulardaki düşülen yok tuş için özümüzün küçüklükle yansak penkilemezliğimiz mümkün. Ötem Cadaran kabilesiga qasamdishi Jamuqadan yordam so'rab ketdi. Yaxshi qipti. O kam deganda bir tuman otliqni to'play oladi. Asar, men Temirchinga o'z vaqtida sizlarni tashlab ketgan Aljamaytonlarni yig'ib tarqilib ketgan qalmonlarni to'plab beraman deb va'da bergan. Tangri guvoh, endi qasamni amalga oshirgan payt keldi. Chaqagan bu. Sangim, sizlar mening nomimda yayloqdagilarni xabarlantiringlar. Qiyon qabilasining allardi bo'ladi ekan, muddat ichida Borxondaga qaytib berib Temirchinga bay'at qilib uning bo'ysunsin. Unimaydi ekan, men To'g'rilxonning chavandozlari ularning chedarlarini to'pkis qilib, kunlarini ko'k so'ri yutadi. Malcharu o'y bisatlarini talon-taroj qilib yutadi. Birodarim, xotirjam bo'l. Boshqa kun tushganda qarab turmayman. Kel. Ulmuslik ola ona-acham bilan xotiningni bulab ketibdi. Mening qo'l ostimda bir tuman otliq chavandoz bor. Sening xizmatingga berishini kutib turyotdi. Rahmat, Jamuqa birodar. O'ltiringlar. Jamuqa aka, bulab ketgan opamning o'rnida sizga rahmat. Hay, unda qilma. Tur. Biz marketlar hujum qilish planini maslahatlashaylik. Men tanishtirib o'tay. Bu jamoat qarindishim Qo'rchi, Kalisbek O'tkir. Bu bir tuqqan enim Qaychar. Tishiga tegib qo'ysa, o'ltirib tishlay olmaydi. O'ltiringlar. Qo'rchi, o'ylaganlaringda Marketler şimaldaki küçük el, ular seni günderi yaylağın soraş niyetini bop kelawatıdı. Yana Georget, Tatarlar bilen birleşip, ne çıkıttın biz Moğollar bilen düşmanlaştı. Şu ulanı yok etmey bulmaydı. Jamuqa Aksakalı Pemparasat ikisi. O hazır Kasamdış'ın kısasına ilişki hemden bulup, Moğollarının ecdadi mirası uluk işlerini güllendirişke yardımlaşmakçı. Bırak, 3 cemaatki marketler koşulsa atlıklar tümenden aşıda ulan yeniz verikemez ken degende 3 tümen atlık tayarlap, kütmegen yerden tüyüksüz hücum kılışımız gerek. Mana bu, dana tedbir. Doğru ettiniz. Vaqtcin. Hanım. Hazır qaysi vaqt bo'ldi? Yerim hech bo'lay dedi hanım. Qo'ssig'im oshqanday qilyotdi. Qo'saqlar ochdimi, yegidek narsa deb kelay. Yetibaslar. İşte kırk bir bulun tüp yasla. Hanım oğuk tepmişler.
Merhamet. Tömürçün aka, keçip gitti. Aldırak aramayın ola, kani. Siz tömürçün bu. Ha, kim bilesiz? Kimligimni sorma. Sizni bir tonuşunuzdan aldı kapıray. Ben bilen yürü. Ben bilip baray. Oldu, size yetiveringlar. Dada, tömürçün geldi. Nanik ata. Tömürçün, nanik ata. Çok çoğup gitipsen. Yiğit olup gitipsen. Oğlum Kökçü. Kökçü birader. Altıncı odada. Cürçidey tağa. Altıncı odada. Cürçidey tağa. Tömürçün. Ağısam, ana açam bilen xotunalım erkekler bulap gitipdi. Cürçidey tağın, memnun küçümüzden hazır 2 adım artık o adımımız var. Kısasını elip alnının sonuna ahlaşta başlatıp olmaydığı mecburiyetimiz var. Qandaq, ma'qul desam, biz jon muqobilan xo'shlashib, sen bilan ketamiz. Uchalari yaxshi ko'rdim men Temurchin, intayin minnatdor. Biroq Januqa bir tuman otliq ajratib, men bilan markazlarga hujum qilishga qo'shildi. Bunday chog'da sen uni bilan xo'shish men bilan masala bo'lmasmikin? Menimcha, hozircha Jadaran qabrisi turaveradi. Ajdodlarimizning ishlarini ro'ylab turishga kun tehi uzun. Mayli. Tanışma jiyanim. Sana xizmat ko'rsatishga fursatni chiqib qola. Bir og'iz gap bor. Demasam nima bo'ladi? Siz marhum dadamning qadimas do'sti. Nima gap bo'lsa tabi. Necha yildan beri ko'rsatib tushunishimcha, bu qasamlashib ojizlar yordam ishlamay xohlaydi ekan, lekin kuchliklardan chiqishamaydi ekan. Unda qanasdim. Bilib qolsanglar bo'ldi. Uning ustiga sandaqa ojiz shu hozir cho'qim bor kuch bilan yordamlashadi. Hayvan! Aileler eskisi! Gözümden yok al! Yok al! Derhal gözümden yok al! O hayvan! Hayvan! Böğürte! 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 Qaysi yüzüm bilen Temurchinga qaraman. Sira ayıplik emas, gunohsizlik emas. Endi yüzümni ko'tarib yuramaydigan bo'ldim. Bu gaplarni qo'ysila, darhol qochaylik. Chilgarni yorlantirib qo'ydik. Ular chetimizni bosh qo'yatmaydi. Darhol qochaylik. Meni o'ldirasiz. Balki bu o'zimni oqlashning eng yaxshi chorasidir. Ma'qul, men sizga o'rgatib Tırma! Bu iki xotunni olib chiqib, chebirdilar! Hop! Vur! Vur! Öldürmey durunla! Dada, ular tek tersalık yürüptü. Nerede çilger tavanını yarlandırıptı. Bundaq bo'lsa avval qamab qo'yib turinglar. Ular Temurchinni qiltaq tushirdiga eng yaxshi yamchuk. Temurchin karaylar, jadaralar bilan ittifoqlashganlikdan torlib ketgan nurg'un qavmlar yana uning yeniga qaytib kelib, bir tur ostida o'yishdi. Uning kuchini tadrijiy so'rishga boshladi. Xonim, kichik xo'ja, shu joyda shaytonning to'yini kiribdi. Tarvutayning besimi bo'lmay, sizlarning yuzi o'tdi. Mana endi aqlimizni topdik. Bizni har qancha jazoni solami mayli, sizlarga bayat qilib keldik. En qatorda boshpanoh bo'lgaysizlar. Hazır oğlum Temurchin oqsoqol bo'ldi. O'ldirmang deysan. To'la.
Burun qandaq müşkilalarga aşağı qilgan bo'lsalarmi? Bugun qaytib kelgan kezlar yana qarshi olamiz. Aka, to'rtinchi ham ketdi. Tag'aratay. Ne ketdi? Tog'a yiqizdi o'tibdi. Bo'l, chaqqan ot tayyorla. Kelma. Ular savrlashdi. Tutun. Yig'la. Siz iyicaksız yürgen külle, çırağımda nurgun koruklan. Könlümde talayca rahatlanıp kaldırdı. Kö, capahçı kimsin? O, Tömürçü o değil mi? Tağa, ben Tömürçü. Dehsiyle kelimediği okşağın. Tağa, ben Kasar, ben Belgütay. Hem Allah, yigit köp ketipsile. Furkan, ikkinchi akamni yaxshi turg'andi. Yerim köpe, o'rin tutib yedi. Can uzish oldida bana. Kiberning teshigi chiqib bo'lmasa, qor yomg'irlar o'tmaydi. Qiyonlar tarab tezib ketmagan bo'lsa, Börçügün cemadirgiler, bunca azap okubatlan çekmeyi dedikken. Yani oğlu Kuçar'ını, silegi tapşırıp verişimni çekilgen idi. Kiçik apa, dadam meni kök tanrı etki tutuğan boldu. Sen 4. tağın bilen birlikte meni ornumda hatalıkımı ahlansılar dedi. Yani kelgüsüde kandak oğulsuzluklar buluştan qat'i nazar, cemiyetimizdekiler endi birbirimizni taşlamaylı deb qayta tapıldı. Rast eydi. Endi cemiyetimizdekiler men bo'lishdan qat'i nazar bir-birimizni tashlamayli.